ئۇچىراشقاندا. Hikoya avtori Maryam Abdurayim. Birinchi qism. Hijran. Bugun 17 yil burunqi tunji oshig'im bilan ko'rishadigan alohida bir kun. Shundoq. Uning bilan ayrilib ketgandan beri kichikkin bir nahiyada turibmi, shuncha yil ko'rishmay, men setayotgan bir mahsulot tufayli uning bilan uchrashish oldida turibdiman. Aslida o'diqib, tamtirab ketishim, jiddiylashishim, yurak ritmim, hissiyot va kayfiyatimda alohida o'zgarishlar bo'lishi kerak edi. Lekin hayron qolarlig'i shuki, menda koni oshig'i bilan qayta uchrashgandan keyingi o'g'il alomatlarning hech qaysisi ko'rinmaydi. Shu chaqlarda uni qayta ko'rsam, yiqilib qolamanmi? O'shimdan ketamanmi deb o'ylaydim. Lekin shuncha yillar ko'rishmay, mening uningga bo'lgan ayni vaqtdagi o'tliq hissiyot va savdoilochi muhabbatimni so'zlashtirayotgan bo'lsa kerak. Yo'q, so'zlashtirayotdi emas, butunlay o'chirayotgan edi. O 7 yil degan oz vaqtmi? Mana bolam 16 yoshga kirdi. Bu 16 yilda ne ishlar yuz berdi. Jahonda olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Shundaqkan, ashundaq bir vafosiz uchun 10 yil yig'lab yurish, uni yana qalbimda saqlab azoblanib, urib yurishim mumkinmi? Balkim anglaganlar meni muhabbatingiz cho'nqir emaskan, hissiyotingiz yuzaki ekan, suv ustidagi ko'pikdek oson yo'qaydigan hissiyotgan deb o'ylab qilishi mumkin. Madimi undaq ish bo'lsin? Uni suyib qilishim tasga to'xtagandek, unutib ketishimmi albatta osonga to'xtamagan. Men faqat ona bo'lgandan keyinla uni yuragimdan chiqarib etishni qaror qilgan. Ham uningga munosabatli kundalik xotira, rasm, kitob va barliq aslimalarni yo'q qilib atgan. O narsalarni kuydirgan bilan o'tning undaq tez o'chib qolishi notayin. Shu 18 yoshli qiz vaqtimda uni menga unutolmayman. Bu hayotimda menga uningdek mos keladigan yana biri yo'q deb o'ylaydim. Hech kimmi meni baxtli qilolmaydi. Uningsiz bu hayot men uchun go'r, zindon deb qaraydim. Lekin zilla haqiqatan rahimsizkan. Uni unutildirib yetibdi. Ba'zilarning vaqt hammani isbotlaydi. Vaqt eng shifoliq dori degani haqiqatkan. Nima uchun uning bilan ko'rishmoqchi bo'lib qoldim? Uning mendan olmoqchi bo'lgan oziqliq mahsulotini boshqalardan mangdirib assammi bo'ladi-ku? Men zodi uning bilan ko'rishib nimaga erishmoqchi? Xeyli uzoq o'ylandim. Balkim 10 yildan keyinki uni ko'rib boqmoqchi bo'lgandiman. Balkim uning hozir qandaqroq yashayotganligini, chiroyidan, ko'zlaridan baxtlik yoki emasligini bilmoqchi bo'lgandiman. Balkim ayni vaqtdagi menga bo'lgan muhabbatining uning qalbidan o'chmaganligini ko'zlaridan, so'zlaridan va menga bo'lgan muomalasidan bilmoqchi bo'lgandiman. Mayli nima bo'lmasin, u hozir mening xaridorim edi. Shu munosabat bilanmi uning bilan tunji qatimda ko'rishishim haqliq edi. Uydan chiqish oldida uning uchun boshqacha yasang'im mukammadi. Odatda kiyib oldigan xizmat kiyimimni almashtiribla, bak esilma emas, oddiyma emas, qizil ko'ngligimni kiydim. Chachlarimni boshqadan bir tarab qo'ydim shu. Ayni vaqtda sizdek kirim qilmaydigan, tabiiy yasinib shiriydigan,
adabiyot va boshqa jihatlarda meni qo'llaydigan, yordam bera oladigan bir qizni izlab juratdim. Siz dal men izlayotgan qiz shu. Men sizni aron topdim. Siz men uchun bu dunyoda hammadan go'zal. Siz men uchun eng muhim, eng qimmatlik. Sizsiz keyingi hayotimni tasavvurmi qilolmayman deydigan bir insonning turibla, to'limi ko'rimsiz, seriq bir qiz bolani tanlashi. O'zini qanchalik tasdi suyib qolganimni, shu vaqtda ham qanchalik darajada yaxshi ko'rdig'inimni bilmaydigandek, meni parvosizlarcha keyniga qarabmi qo'ymay tashlab ketgan uning uchun alohida yasnishimning zaruriyati yo'q deb qaragan bo'lishim mumkin. Va yoki uningdek bir inson uchun hozirgi turqum bilan ko'rishishimning o'zimi yetib oshidi deb o'ylagan bo'lishim mumkin. Shu xayollar bilan aynak oldiga kelib, o'zimning hozirgi turqumga mundaqla bir qarab, qanoat hosil qilgandan keyin uydan chiqdim. Soatga qarasam, uning bilan ko'rishishga kelishgan vaqtga yana yarim soat bor ekan. Piyodalar mangdim. Biz ko'rishmoqchi bo'lgan tomoqxona bak shiroq emas, yaqinmi emas edi. Nemishqadir bugun piyoda mang'um kelib qoldi. Balkim o'tgan ishlarni asligim kelgan bo'lishi mumkin. 3 kun ilgari yezidagi do'stim Zulxumarning tavsiya qilishi bilan undadorimga qo'shilgan yangi tordashning undador bosh suratini ko'ribla, hayronlikdan bir pas dong qetib qolgan edim. Qudrat dal shu 10 yil burun o'zining tilga boy, lirik she'rlari, muhabbatli qarashlari va o'zgacha hikoyalari bilan qalbimni asir qilgan, meni she'rin suygi ilkida allaylatgan, bag'riga bosgan, pak, g'ubarsiz, chang qo'nmagan lavlarimga o'tliq lavlar bilan muhr bosgan tunji suyginim Qudrat. O'zining qilgan ahdisiga, yigitlik qasimiga o'zi xiloflik qilib, o'zini barlig'i bilan suygan bir notavonni zar-zar yig'latib, hijron cho'llarida kestirgan. Hatto hayotni bazdirgan tosh yurak Qudrat. Sevgi muhabbatni ulug'lab, ajoyib ta'sirli nasr hikoyalarni, lirik she'rlarni yozgan. Ammo o'zi oshib go'zal sevgisiga o'z qo'li bilan go'ri qo'ligan xiyonatchi shoir Qudrat. Dastlabda qo'lim, ondan yuragim titradi. Uni biz eng oxirgi qitim ayrilganda, men uning menga atab yozgan she'rlar to'plamini qaytirib belgilab bo'lganda ko'ygancha ko'rmagan edim. Gerçi o to'g'risida ancha-muncha gaplarni anglab turgan bo'lsam-mu, shu 17 yildan beri taqdir ezib-tezib bo'lsa-mu, bizni biror yerda, biror qitim bo'lsa-mu uchrashtirib boqmadi. Shu yillarda uni bir yerda ko'rsam, o'shimdan ketib qolamanmi deb o'ylaydim. Qancha uni sig'inib, uningdan nafratlanib yosh to'kkanimni bilmayman. Hatto uningga qiydab hozirgi erimga yotliq bo'lgandan keyinmi uni unutib ketammagan. Toki cho'ng bolam tug'ilib, uzoq o'tmay uning rasmlari ham u haqda yozilgan kundalik xotiralarimni ko'ydirib o'tganga qadar uning bilan bir qitim bo'lsa-mu uchrashib qolishni, mendan shuncha osonli voz kechganligining sababini so'rab beqishni orzulab yurgan edim. Yillarning o'tishi bilan ko'ygan o't ko'yivermaydi ekan. Uning qandoqlarcha qalbimdan chiqib ketganini o'zimni sezmayla qoldim. Uning mahallasiga yotliq bo'lgan navri singlimdan u haqida ancha-muncha anglab qolatdim. Voy, Qudratning xotini baklisatgan, o'zicha sap-seriq, ko'zlari ko'k, ustixonimi qamlashmaganli bir xil. Shundoq mehnat, beparvo, sarang xotinkanchi u. Bolasi do'konga cho'ng tarat qilibasimi, kori yo'q. Bechora Qudrat xotiniga gap anglitib bo'lolmay, odam boy yadili mashko'chalaydigan ziq bilan urib ketibdi. U mobek hozazli xotinkan, Qudrat birni salsa, ikkini soladi ekan, tang mushlashidi ekan. Navri singlim menga tasalli berish uchun damdi yoki amaliy ahvol shundaqmi bilmaydim. Bu gaplarni anglab,
xushal bo'lmaydiganimni, aksincha amdila ig'iz elib saqiyishga boshlagan ko'ngil jarohatimning uning ismini anglash bilanla yana qonab ketadiganligini u nadimi bilsin. Ayolining kitob o'qishga zodila qiziqmaydiganligini, achchig'i tushsa uning kitoblarini yirtish bilan eridan o'ch oladiganligini boshqalardan anglab ko'nglim bir qismini bo'lib qoldi. Kitob o'qishga amroq, yeziqchilik ishlarida meni qo'llaydigan, men bilan fikrdosh bo'la oladigan bir hamroh topsam deydi. Taqdir oxiri sizni menga uchrashtirdi. Siz dal men kutayotgan, men izlayotgan qiz. Siz bilan to'y qilib, keyingi hayot musofamni birlikda besish mening odoqqa ormadim. Degan edi u. Biz tanishib uzoq o'tmayla. Uning nazarida chiroy, taqi turqimdan tortib, mijoz xarakterim, qiziqish havaslarim to'liq o'lchamga tushadigan, mening turibla qayarim yaramay uning to'y qilish nomzodligidan tushib qolganligim hozirgacha menga qorong'u edi. Yaxshimisiz? Xo'sh keldingiz. Uning yo'llagan salom soatlari bilan xiyollar dövisidan tezda sug'urilib chiqdim. Manmi yaxshi. Salomat turibsiz. Ko'rishmagili uzun bo'pti. Hech qancha o'zgarmabsiz. Nadikini? Qeridim. Ko'p o'zgardik. Yo'qay. Yanada shundoq yosh turibsiz-ku mana. O'zgarmabsiz deb qayarimni ko'zda tutdi, balkim chiroyim ancha o'zgarmagandi. Ammo chach posonim bilan ayni yildagi tun qari qoshlarim zamonga loyiq qilib yasalgan, chiroyimda ayni yillardagi soddalik va go'daklikning soyasini topqilimi bo'lmaydi. Zulxumar gapingizni qilib sizni men setayotgan sog'lomlik yemakliklarga ehtiyojli ekan degan gapning temisini ustalik bilan burdim. Shundoq. Qandoq bo'lib chaplashdi bu razgi kasal. Shu mas'uliyatning e'lonini xalqning chambarikida ko'rib, sanab boqay deb ichib kelayotgan. Zulxumar sizning sotadiganligingizni degan edi. Unimini ko'ra oladingizmi? Tenimga xeyli quvvat kirgandek bo'lib qoldi. Shunga davomli ichib boqay deyman. Yaxshi o'ylabsiz. Bu sog'lomlik mahsuloti doridak tez unum ko'rsatmaydi. Ammo badanga quvvat to'liqlaydi. Agashma kasallikning oldini oladi. Mushu mas'uliyatlarning shafoatida saqiyib kelsam yaxshi bo'ladi. Saqiysiz. Uzmay ichib berib, diqqat qilishga tegishli ishlardan saqlansangizlar yaxshi bo'lib ketasiz. Aytqiningiz kelsin. Ondaqda men opirib beramdim yoki o'zingiz nahiyaga kela olamsiz? 2 kundan keyin nahiyaga boradigan ishim bor edi. Shu chaqda sizni izlayman. Bo'ladi. Shuninggacha ichib turg'udak bormi-ya? Baba, yana necha kun yetadi. Ma'qul amsa. Menga deganda gap qilib yetasiz. Bo'ladi. Xo'sh amsa. Omon bo'ling. Uning bilan xo'shlashib bo'lib, uning do'stlar chambarikidan nimanidir izlamoqchi bo'lgandek, g'alati bir qiziqish bilan tafsiliy qarab chiqdim. Xeyli bir yakichi serib qaragan bo'lsam-mu, chambarakda ularning turmushi, bolalari yoki ayoli to'g'riliq hech qanday mazmun yoki rasmlarni uchirtmadim. Ko'p sonliq erlarga o'xshash, balkim u bundaq mazmunlarni chiqarmasa kerak deb o'yladim ichimda. U chambarakka asosan o'zining she'rlari, e'lon qilingan salon ulanmalarni chiqargan edi. Hammasiga shu birli parcha rasmni, bosh suratdagi rasmini ishlatgan edi. Qilmoqchi bo'lgan ishlarimni unutib, ulanmalarni echib, uning she'rlarini o'qishga boshladim. Hammasilar sevgi rkleri. Ba'zilari biz tanishishdan burun yozilgan. Ba'zilari yaqinqi mazgillarda yozilgan. Aralab, menga atab yozgan she'rlarim uchrab qoladi. Yaqinda yozgan she'rlarning ba'zilarida tasvirlangani o'zining kimgadir oshiq bo'lganligi. Ammo oilasi bo'lganligi uchun uni davomli suyib o'tishga amalsiz qolganligi.
Shundaqdimi uni qalbida mangu suyib yashaydiganligi tasvirlangan. Ayoliga atab yozilganlarni uchirtib, uning turmushini ozroq bo'lsa-mu tushungandek bo'ldi. Ayolini xato tanlab qolganligi, buning uchun umrvoyat pushaymon qiladiganligi, o'zini qilcha tushunmaydigan, na bilimi, na sapasi yo'q bundoq ayol bilan yashab, o'zining butkul hayotining qorong'ulik ichida qolganligi to'g'riliq yozilgan she'rga qarab, to'limi hayron bo'ldi. O'zining tili bo'yicha aytganda, o'zini qo'llaydigan, adabiy ijodiyatga o'zi bilan fikrdosh bo'la oladigan, maslahatchi bo'la oladigan, ijodiyatda o'zi bilan tang qadamda mangadigan, adab axloqliq, hayoliq, girim qilmaydigan, tabiiy chiroyli, mendek bir qizni tashlab, zar-zar yig'latib turib, tanlab olgan ayoli edi ha. Uning kitob o'qishga qiziqmaydiganligini, o'ziga u jihatdan qilchi yordam berolmaydiganligini shu chaqda nimishqa his qilolmagan bo'g'iydi. Yosh turibla oshxona echib egilik tiklagan u qizni o'zi bilan to'y qilsa millioner qilib etadi deb o'ylagan bo'g'imidi. Bir oy doktorxonada baqqani uchun 100 kelanmay olmag'andu, ha qancha bo'lsa-mu. Ota-onasiga majburlamagandu. Chunki ularmu mening oilamdagilarni surishtirib, yaxshi kishilarning jamiyati ekanligimni bilib, tezlik qo'shilib tikan. Ota-onasi rozilik bergan. O'zi ming taslikda qo'lga keltirgan mendek oq pishmoq omoqqina qizni tashlab, uning baksat, seriq, ta'tir ustixon birsini xotinlikqa elishi nima vajidan? Men uning keyin yozgan bir parcha she'ridan bo'lsa-mu, menga qilgan sadoqatsizligi tufaylidan tortgan o'kinish, pushaymonlari chiqib qolarmi deb xeyli jiq she'rlarni o'qidim. Kish bo'lib qo'saqlarimni tortishib ketguncha o'qib, uning bu to'g'riliq yozgan bir chekitchaqliq yozmasini uchirtolmadim. Aksincha, u yangi ma'shuqalarga atab yozilgan she'rlar bilan salonlarni to'shqizib etgan edi. Yangi deyishimda uning har bir she'rida tilga olgan qizlarning sifat salobati, ayrilish, tanishish sabablari bir-biriga o'xshamaydi.